أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaykum suyumlik Sharqiy Turkiston xalqi va qadrli qarindoshlar. Hammamizning ulug' Ramazon oyimiz muborak bo'lsin. Va Janobi Alloh bu ulug' Ramazonda qilgan ibodatlarimizni va duolarimizni qabul qilsin. Amin. Qarindoshlar, biz yashayotgan bu dunyoda va hozirgi tariximizda biz Sharqiy Turkiston xalqining, xususan Uyg'ur xalqining naqadar ojiz va xo'r holatda ekanligimizni, Tayland hukumatining 40 necha Uyg'urni dushmanimiz qotil Xitoy hokimiyatiga nomussizlarcha qaytarib berish bilan qayta bir qatam ko'rib chiqdik. Halbuki biz aslida Alloh taolaning mukarram qilib yaratgan ulug' bandalaridan edik. Bizmi Muhammad alayhissalomning aziz ummatidan edik. Bizmi Odam alayhissalomning qadrli avlodlaridan edik. Biz shundoq bir ojiz holatga tushib qolgan chog'imizda bizga 8 milliardlik Odam alayhissalom avlodidan hech bir do'st va hech bir yordamchi chiqmadi. 2 milliardlik nüfusga ega bu musulmon ummatdanmi hech bir do'st va hech bir yordamchi chiqmadi. 100 milyonlarcha nüfusga ega Türk dunyosidanmi hech bir do'st va hech bir yordamchi chiqmadi. Demakki biz Sharqiy Turkiston xalqining o'lib tirilishimiz bilan bu dunyoda Allohdan boshqa hech kimning kori bo'lmaydi ekan. Bu amaliyotni o'z ko'zimiz bilan ko'rib yashayapmiz. Bizmi bir inson bo'lish sifatimiz bilan o'ylanib boqaylik qarindoshlar. Mushundoq bo'lsa bo'ladi. Ya'ni bu qadar xo'rlikni va ojizlikni qabul qilib yashashga bo'ladi. Bu ahvolni qabul qilib yashasak, ahvolimiz o'zligidan o'ngshilib qolamdi. Hargiz undaq bo'lmaydi. Hargiz o'ngshilib qolmaydi bu bir amaliyot. Undaqda bundaq xo'rlik ishida yashayotgan bizning ahvolimizni bizni yaratgan Alloh sababsizla o'ngshab qo'yami? Yo'q. Allohni o'ngshab qo'ymaydi. Chunki Alloh taolo Qur'onda Ra'd surasi 11-oyatda mundaq deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi va min khalfihi yahfazunahu min amrillah. İnnallâhe la yugayyiru ma biqavmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Ve izâ aradallahu biqavmin su'an fala meradde leh ve ma lehum min dunihi min wal. Sadakallahul azim. Yani hakikat şudur ki bir millet o'zidagi kamchiliklarni tuzatmaguncha Allah ularning ahvolini tuzatib qo'ymaydi. Yani bizdagi ojizlik ve xo'rlik sabablarini o'zimiz tekshirib topib chiqmoqchi. Nima uchun bu ojiz holatga kelib qoldik? Nima uchun shunday bir xo'r holatga kelib qoldik? Xorlanib yashaymiz. Buning sabablarini o'zimiz tekshirib topib chiqmoqchi va tuzatmoqchi. Allohning ahvolimizni o'zgartmaydiganligini Qur'onda aytadi. Undaqda biz Sharqiy Turkiston xalq bo'lish sifatimiz bilan bizning hozirgi ahvolimizni tekshirib bir muayyanlashtirib boqaylik qarindoshlar. Türkçede durum tespiti deydi-ku. Ahvolimizni bir muayyanlashtirib boqaylik. Biz hozir bir ojiz millat. To'g'rimi, to'g'ri emasmi? Xo'rlikda yashayotgan bir millat. To'g'ri. Vatani dushmanlar tarafidan ishg'ol qilingan bir millat. Bu to'g'ri. Xalqi dushmanlari tarafidan qirg'in qilinayotgan va yo'q qilinayotgan bir millat. Bu to'g'ri. Bu bir amaliyot. Irqiy qirg'inchilikqa uchrab kelayotgan bir millat. To'g'ri. Ar nomusi chaylangan, muqaddasati dafsanda qilingan, shon sharifi yer bilan yakson qilingan bir millat. To'g'ri. Oilasi, bola chaqasi vayron qilingan,
moddiy jihatdan yoki ma'naviy jihatdan yoki har ikkisi jihatdan bola chaqasi oilasi vayron qilingan, mol mulki bo'lib olingan, talon qilingan, jini va hayoti axlat naqida qarindoshlari tarafidan pulga sotilib hejlanayotgan bir millat. Bu to'g'ri amaliyat. Amaliy ahvolimiz shundoq tursa qarindoshlar, bu ahvolni qabul qilishga bo'lamdi. Bir inson bo'lish sifati bilan mush bizning qolgan mush ahvolimizni bir inson bo'lish sifati bilan qabul qilishga bo'lamdi. Albatta bo'lmaydi. Hargiz bo'lmaydi. Bu ahvolni hargizmi qabul qilishga bo'lmaydi. Chunki buni qabul qilsak, ustimizga Alloh taolo tarafidan zillat tamg'asi uriladi. Bundaq bir tamg'a yegan millat bu dunyoda yo'qolishga mahkum bo'ladi, oxiratda jahannamga mahkum bo'ladi. Nauzubillah. Bu haqda Allah subhanahu va taolo sura Baqara 61-oyatda bundoq deydi. Hozir men deyilayotgan nuqtani Allah Qur'oni Karimda deydi. Yani bir insonlarga zillat tamg'asi urilib ketsa, maskanat tamg'asi urilib ketsa, bu insonlarning dunyoda yo'qolishga mahkum bo'ladiganligi Qur'on tarjimasida istisol deyiladi buni. Bu jazoning eti istisol jazosi. Yani tamomila yo'q qilinish, yo'qlikka mahkum bo'lish, yo'qolishga mahkum bo'lish jazosi, oxiratda jahannamga mahkum bo'lish jazosi beriladi deb Alloh Qur'oni Karimda Bani Isroildan misol qilib turib shunday deydi. Hammamizga ma'lum. Bani Isroil xalqiga Fir'avn shunday zulm qildi. Hozirgi Uyg'ur xalqining boshiga tushgan irqiy qirg'inchilik, zulm, xo'rlikning hammasi Bani Isroil xalqining boshiga tushgan. Shu chaqda Alloh bu bechora millatni qutqizib olish uchun Musa alayhisalomni yuborgan. Fir'avnning qo'l ostidagi chaqda zulm va irqiy qirg'inchilik ostida bu millat Musa alayhisalomga iymon etgan. Allohmi bularni Fir'avndan qutqizib qo'ygan. Qutqizib sizlarning yangi vataninglar ashnim bo'lsin, Baytul Muqaddas bo'lsin deb vatanni Musa alayhisalom orqali ishorat qilgan degan. Ash vatan sizlarga bo'ladi, beringlar ashani vatan qilinglar deb. Bu da Misrdan qutulib, Fir'avnning qo'lidan qutulib, Fir'avn halok bo'lgan yoki dushmandan qutulgan yoki ozodlikka chiqqan yoki bu millat qulluqqa ko'nib ketgan millat o'g'ashqa. İşgalchilarning, ya'ni zolimlarning urf-odatiga ko'nib ketgan millat o'g'ashqa Musa alayhisalomni xalqiliqlik, Harun alayhisalomni xalqiliqlik, hatto Yusha alayhisalomni xalqiliqlik. Bu tegdik chaqda Musa alayhisalom bu millatni tavlab, pishirib, Baytul Muqaddas kirib, Amalikalarni qo'g'lab, yangi vatan qilish uchun Musa alayhisalom tarbiyalayotsa, Musa alayhisalomning tarbiyasiga quloq solmay, bular qo'saqning gapini qiliqliq. Deylikki bular Ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin. Biz bu bir turli tamoqqa sabr qilmaymiz deylik. Qo'saqning g'amiga tushuglik. Halbuki chaniqish maydonini nim beriglik Allah ularga osmondan taranjimin va buduni tushirib beriglik. Yani kebab ve tatlık tushirib beriglik. Bu dunyoda kebabdan tatlık, tatlık turumdan tatlık bir narsa bo'lmaydi. İnsanning eng yeydigan esil tamoqi buduni va taranjimin. Allah şunu tushirib bersa, bular biz bir xil tamoq yeyotimizni tushukunda. Sen Rabbinga degan yer yuzidan bizga har turli sey ko'ktatlarni chiqarib bersin. Masalan, samsoq, piyoz, adas, anandaki her turli, her kun yeydigan tamoq qiladigan ko'ktatlar chiqarib bersin deb qo'saqni g'amini qiladi. Anki Musa alayhisalom shu yerda, ey insonlar, bu oliy tamoqni qo'yib tuvan tamoqqa juguramsizlar. Atastabdilunalladhi huwa adna billadhi huwa khayr. Yaxshini qo'yib eng tubiniga esalamsizlar. Allah yaxshi tamoq beryapsa. Ihbitu Misran, agar u Misrdagi hayotinglarni seg'ingan bo'lsanglar, Misrga ketinglar, Misr bayina. Ash Misrda bog'i ochsil davatgan tamoqning hammasi Misrga borsanglar, yana shu qibtilarning qatida shu qibti ular
milliy kimlikinglardan, diniy kimlikinglardan ayrilib, xorulab yashaysizlar. Agar shu xor hayotga rozi bo'ladigan bo'lsanglar, qo'saqni deb ketinglar Misrga dedi. Fa inna lakum ma sa'altum. Nimani so'ragan bo'lsanglar Misrda bor. deb Musa alayhissalom qaydab shundoq dedi. Shu chaqda duribat alayhimud dillatu val maskana. Bu millatga zillat va maskanatdan urilib ketdi deydi qarindoshlar. Zillat degan qandoq nima desa qarindoshlar? Xorliq tamg'isi. Ya'ni xorliqni his qilmay, xorliqni normal hayot deb tushunadigan bir holatni zillat deyiladi. Shu xalqmi hozirgidek bizdek xo'rliqda yashaydi, xo'rliqni his qilmaydi. Masalan, bizning ichimizda nurg'un manqurtlar bor-ku. Voy, vatan unda yaxshi ulab ketibdi, bunda yaxshi ulab ketibdi, undaq ekan deb Xitoyning irqiy qirg'inchiligini aqlashga xizmat qiladigan, Sharqiy Turkiston davosini qoralashga xizmat qiladigan nurg'un manqurtlar bor-ku hozir jamiyatimizda. Ma yashayotgan xo'rliqni his qilmaydi ular. Qo'sqi to'ysilan bo'ladigan gap. Xeyjigili puli bo'lsa, yaxshi yashasizlar bo'ladigan gap. Xitoydan maosh olib yashasizlar bo'ladigan gap. Xitoy yashag'ili qo'ysa, rahmat deb yashaveradigan gap. Bunda xalqi qo'rqib ketib, jugurib qo'pab ketgidek xatarlik, achinishli bir ahvoldimi? His qilmay bu xatarni normal hayot deb mushoya yashayotgan xo'rliqni normal hayot deb o'ylanib tushunib olgan manqurtlarga berilgan azobning ismi zillat. İnsonga zillat tamg'usi urilgandan qanondaki maskanat keladi. Maskanat harakatsizlik. U hayotidan rozi bo'layotgan odam nima deb qarshi harakat qiladi? Harakat qilmaydi. Zillatdan keyin maskanat keladi, harakatsizlik. O'zining kahash holiga rozi bo'lib yashaydigan ish. Buni Alloh taolo zillat bilan maskanatni shu bir yaramaslikning jazosi bo'lish sifatida Bani Isroilga urib etiglik. Buni bu yerda deyishimning sababi qarindoshlar, bizning beshimizga Bani Isroilning beshiga tushgan xo'rliq va achinishlik oqibatdan og'irroq tushyotidi. Bundaq tamg'i yeb qolsak bo'lmaydi. Bundaq bir tamg'i yeyishdan qutulish uchun millat sifatida harakat qilishimiz lozim. Qarindoshlar, millat sifatida harakat qilishimiz lozim. Chunki harakat tiriklikning ifodasi. Millat sifatida uyg'onishimiz lozim. Chunki uyg'onish hayot ekanligimizning ishorati. Millat sifatida tirilishimiz lozim. Chunki tirilish hayotga qaytganligimizning isboti va yana ishga yaraydiganligimizning isboti. Agar biz o'zimizni qutuldirish uchun harakat qilmasak, amaliyat isbotladiki, hech kim bizni qutqizib qo'ymaydi. Agar biz o'z baxtimiz uchun o'zimiz tirilmasak, hech kim bizni bekorga tirildirib qo'ymaydi. Tirildirib yashitib qo'ymaydi. Agar biz o'zimiz o'yg'atmasak, ey qarindoshlar, bisimizni o'yg'atmasak, ma ahvolimizning xatarlik ekanligini birsimizga yetkazmasak, hech kim bizni uyg'otib qo'ymaydi. Agar biz o'zimiz kuchlantirmasak, hech kim bizni kuchlantirib qo'ymaydi. Ko'rayotimiz qarindosh millatlarni ko'rayotimiz, musulmon qarindoshlarimizni, turk qarindoshlarimizni ko'rayotimiz, davosimizga yordam emas, bir maslahatchilikka yaraydigan bir odam chiqmaydi bizning qarindosh millatlardan. Bir maslahatchilikka, siyosiy maslahatchilik. Hozir qadar chiqliq emas. Hech kim bizni kuchlantirib qo'ymaydi yani. O'zimizning izzatini o'zimiz asliga keltirmasak, hech kim bizning izzatimizni qo'lga olib bermaydi. Bu haqiqatni bu dunyoda amaliyat orqali o'z ko'zimiz bilan ko'rib turyapmiz, yashayapmiz qarindoshlar. Undaqda nima ish qilishimiz kerak? İşimizni nereden başlashimiz kerak? Hammamizning kallasiga kelgan savol shu. Nima ish qilishimiz kerak? İşimizni nereden başlashimiz kerak? Javob shu. İşimiz nerede buzilgan bo'lsa, shu yerdan başlashimiz kerak. İzzetimizni nerede yo'qotgan bo'lsak, izzetimizni shu yerdan izlashimiz kerak. Undaqda tariximizga bir qarab boqayli. Qaysi zamonlarda kuchlik va izzatli edik va qaysi zamonlarda ojiz va xor holatga tushib qoldik. Tariximizga qarab baqsak bilamiz. Tariximiz shuni isbotlaydi-ki, biz
Qachon yaratquchimiz Allohga va diniga sodiq bo'ldik va Allohning dinini to'g'ri o'rganib, to'g'ri tatbiq qildik, shu zamonlarda kuchlik va aziz yashadik va dunyoga nurg'un tuhfalarni qo'shdik. Qachoniki Allohdan uzoqlashib, zolimlar bilan ittifoq tuzdik, shuningdan biri tuvallashga va ojizlashga qarab mangdik. Chunki zolimlar bilan moslashish uchun Allohning ta'limoti bilan moslashmaslikka to'g'ri keladi. Allohning dinini Alloh rizosi uchun emas, balki ittifoqdoshlarimizning rizosi uchun qo'llanishga to'g'ri keladi. Zolimlarga yantoq bo'lishdan kelib chiqqan zararlarni musulmon xalqimizning ko'zidan qochirish uchun xalqimizning nodon qoldirilishi kerak edi. Xalqimizni nodon qoldirish uchun Allohning ba'zi amr farmonlarini yoshirishga, o'zgartishga, burmilashga va yoki chala o'g'itishga to'g'ri keladi. Darvaqa shunda qilindi va xalqimiz nodon siyosatchilarimiz va buzuq rahbarlar tarafidan nodon qoldirildi. Natijada diniy aqidamiz bilan amaliy hayotimiz moslasholmadi. Ya'ni diniy aqidamiz musulmonlar hayotining dunyo va oxiratda yaxshi bo'ladiganligini e'lon qilsa-mu, amaliy hayotimiz undaq bo'lmadi. Chunki biz musulmonlarga munosib bo'lgan hayotdan allburunla yiroqlab ketgan edik. Va muqaddas islom dini nodon va yoki buzuq insonlar tarafidan xato yoki chala tushuntirilishga boshlagan edi. Dinimiz dushmanning ta'sirida burmalangan siri va chala o'gitilgan siri xalqimizmi dinimizdan so'v ketishga, davlat beshidagi insonlardan gumonlanishga, davlat va millat manfaatidan o'z shaxsiy manfaatini ustun ko'radigan holga tushib qoldi. Natijada xalqimizning sifati tuvalladi va davlatimiz ojizlab ketdi. Eng oxirida dushmanimiz Xitoy tajovuzchilarining ishg'oliga uchradi va hozirgi echinishli ahvolga tushib qoldik. Natija bu. Men sizlarga oldimizdagi videolarda inshaalloh dinimiz islom bilan bizning oramizdagi xato tushunilgan nuqtalarni va burmalangan nuqtalarni tushuntirishga tirishaman inshaalloh. Va islom bilan oramizdagi xato pardalarni elib etishga tirishaman. Allah hammamizning yordamchisi bo'lsin, amin. İşimiz nerede buzulgan bo'lsa shu yerdan boshlashimiz kerak dedik-ya. Meningcha tuzitishga boshlashimiz kerak bo'lgan va bizga islom dini nomidan xato yoki chala tushuntirilgan nuqta asosan 9 bo'lib, xalqimiz bu 9 nuqtada qaymoqib qolgan va islomdan shubhalanishga yoki so'v ketishga sabab bo'lgan, so'v ketishga boshlagan. Hozir nurg'un yoshlarimiz, nurg'un vatandoshlarimiz islomda besh og'riydi. Nima uchun desa, mush 9 nuqtani xato tushunib olg'achqa. Mush 9 nuqta yoki xato tushuntirilgan yoki kam, chala tushuntirilgachga bizning xalqimiz bu din desaklar shu ziyon tortganmiz deb o'ylab dindan so'yib ketishga boshlagan. Men hozir bu 9 nuqtani tizib chiqqandan keyin bugungi suhbatni mush yerda to'xtataman qarindoshlar. Bu Ramazondagi suhbatlarda bu 9 nuqtani bu 9 nuqtadagi xatoliklarni oydinlashtirishga tirishaman inshaalloh. Bu 9 nuqtadan birinchisi din bilan inson munosabati. Ya'ni bizga diniy bo'lgan nuqtalar bilan insoniy bo'lgan nuqtalar bir-biriga qarshida qilib tushuntirilgan. Bu munosabatning tushuntirilishida xatolik bor. Ikkinchi nuqta, din va dunyo munosabati. Ya'ni bizga din bilan dunyoni bir-biriga qarshida qilib tushuntirilgan. Buning munosabatning tushuntirilishida xatolik bor. Uchinchi, din va aql munosabati. Ya'ni bizga diniy bo'lgan nuqtalar bilan aqliy bo'lgan nuqtalar bir-biriga qarshida, bir-biriga zidda qilib tushuntirilgan. Bu munosabatning tushuntirilishida xatolik bor. To'rtinchi nuqta, din bilan ilm-fan munosabati.
bizga din bilan ilm fanni bir-biriga qarshidek qilib tushuntirilgan. Buni eng kuchab tushundigini shu Xitoy istixboroti, uning ta'siriga uchragan insonlarni shundoq tushuntirishga tirishgan yoki shundoq tushunib olgan. Din bilan ilm fan qarshidek qilib. Beshinchisi, din bilan madaniyat munosabati. Ya'ni bizga diniy bo'lgan nuqtalar bilan madaniy va kultural bo'lgan nuqtalar bir-biriga qarshidek qilib tushuntirilgan. Bu munosabatning tushuntirilishida nurg'un xatoliklar bor. 6. Din bilan axloq munosabati. Ya'ni bizga diniy bo'lgan nuqtalar bilan axloqiy bo'lgan nuqtalar bir-biriga qarshidek qilib tushuntirilgan. Bu munosabatning tushuntirilishida xatolik bor. 7. İnsan ve Allah münasebeti. İnsan bilen Allah'ın münasebeti qanday bo'ladi deyilgan tushuntirilishlarda biroz chaliliq bor. Bu munosabatning tushuntirilishida xatolik bor. 8. Din, vatan ve vatanparvarlik munosabati. Bu munosabatning tushuntirilishida xatolik bor. 9. nuqta, eng oxirgi nuqta, din, xalq ve xalqparvarlik munosabati. Bu munosabatning tushuntirilishida xatolik bor. Bugun mushunchalik bo'lsin, qarindoshlar, keyingi videolarda bu xatoliklarni aytib tashlashga tirishaman. Janobi Alloh xayrlik va manfaatli qilib bersin. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin.